Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun bizda Floresetgan Qo'shari dahasida 63-domda 3 xonali bo'lgan kvartiramiz sotuvda. Aynan o'rtadagi dom. Nazarga keladigan bo'lsak, bu tomonimiz Bobur arenasidan kirish, bu tomonimiz esa bozorchadan kirish. Bunga kirganimizda sentr joyda. Ichkarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xonadonimiz ichki holati bilan tanishadigan bo'lsak, kirganimizda koridor. Koridorimiz o'ng tomoni garderobli zona, tepasida kladovkasi bor. Bu tomonimiz esa detskiy xona. Molla yotoqxonasi. O'rni uyda kapital remont qilish kerak. Kommunalkalarga keladigan bo'lsak, gaz, suv, svet zo'r holatda ekan. Bunimiz esa kattalar yotoqxonasi. Ikkala tomondan derazalari bor. Bu esa zal. Zali ham keng. Chap tomonimizda esa sanuzulda ham o'rni kapital remont qilib, o'zlariga moslashtirishda chiroyli bo'ladi. Bu esa oshxona bo'ladi. Oshxonada balkonga ko'chirishgan ekan. Balkonda gaz plita, so'risi bor ekan.